Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, piyozimiz mana shu holatda quritiladi. Yaxshilab quritib olganimizdan keyin piyoz urug'larida yaxshilab quritib tayyor holatga olib kelgandan keyin mana bu jarayonda urug' yanchish jarayonlari boshlanadi. Yanchish mana shu traktor orqali yaxshilab ustidan qayta yuriladida, keyin har 3 kun 4 kunda bir bu jarayon umumiy bir 6-7 kun vaqt davom etiladi. Qayta ezilgandan keyin buni elash jarayoni bo'ladi. Mana bu katta cho'plari tozalangandan keyin, tozalab bo'lgandan, ellab bo'lgandan keyin stanokda mana bu qipig'idan, durlaridan ajratish boshlanadi. Shu holatda mana sizlarga taqdim etyapman. Hozir shogirdlar ishlash jarayonida asta-sekinlik bilan to'g'rilab boryapmiz.